Salom, men sizlarga juda yaxshi yangilik topib qo'ydim. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Yangi 3.8 yangilanish keldi. Hamma yangilab olgan bo'lsa, yangilanishda yangi rejim qo'shilibdi. Birga bir lobby o'ynab ko'rish rejimi. Ushbu rejim lobby izlab, lobby ochib bering, kimda lobby bor deb yuradiganlarga juda yaxshi variant bo'libdi. Ushbu rejimda siz xohlagan odamingiz bilan birga bir lobby otishib o'ynab ko'rishingiz mumkin. Ushbu rejimni siz o'ynab ko'rdingizmi? Sizga bu rejim yoqdimi, yo'qmi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Menga juda yoqdi. Lobby izlab, lobby ochib bering deb yurmaysiz. Kim bilan xohlasangiz o'sha bilan birga bir o'ynab ko'rishingiz mumkin. Ushbu rejim haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, rejim 5 ta shotdan iborat ekan. Kim birinchi 5 ta shot olsa, o'sha yutgan hisoblanadi. Videoni sal tezlashtirib olganman, sizlarga to'liq tushunarli bo'lishi uchun. Ushbu videoni lobby izlab yuradigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Bu men uchun juda ham muhim.